qaranglar, nima zakaz qildim. 3 xil taco zakaz qildim. Tovuq go'shtli, krevetkali va mol go'shtli. Har bittasiga menga petrushkadan solib berishdi. Qani endi buni yeb ko'rib, qaysi biri mazaliligini ko'ramiz. Birinchisi takoni qaranglar. Bu tovuq go'shtli taco ekan. Qani yeb ko'ramiz. Ustiga ko'katdan qo'shib, men petrushkani juda ham yaxshi ko'raman, shuning uchun hammasini qo'shamiz. Taco yaxshi ko'radiganlar bormi? Ichi rosa sochli ekan. Jalapenosi ham bor ekan ichida. Pomidor, piyoz, jalapeno, tovuq go'shti va souslari bor ekan. Tovuq go'shtli taco mazali ekan. Boshqasini yeb ko'ramiz. Bunisi mol go'shtli taco ekan. Bunga ham petrushka qo'shib, bismillah. Mol go'shtligisi mazaliroq ekan. Wow. Bunga ham bitta sochni. Ichida pomidor, piyoz, mol go'shti va salat barglari bor ekan. Endi oxirgisini yeb ko'ramiz. Bunisi krevetkali taco. Wow. Qaranglar. Buni ham ichida piyoz, krevetka va pomidor va salat barglari bor ekan. Kichkina krevetkachalar va qovurilgan krevetka. Men krevetkali taconi birinchi marta yeb ko'rishim. Mazali bo'lar ekan. Ichida qovurilgan krevetka borligi uchun mazali. Menga eng yoqqani mol go'shtli taco bo'ldi. Juda ham mazali ekan. Wow. Juda ham sochli va pomidor, piyozlar bilan mol go'shti ko'proq mos tusharkan.